Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boruvchi aziz muxlislar, barchalaringiz yaxshi bilasizlar. Men o'zim rus tilini shunchalik yaxshi darajada bilamanki, men biladigan darajalik o'risdan o'zi ham bilmasa kerak rus tilini. Bundan 1 yil oldin Instagram, YouTube, TikTok orqali bir yaxshi video joylagandim. Buni ko'rganlar biladi. Keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimlarda yaxshi fikr, kimlar yomon fikr bildirdi. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rilgan videolarni bizni muxlislar ko'rib, baholab, bizga muxlis bo'lganlar hozirgi kunda mana shu kecha kunduzda Rossiyadan musofirlikda yuribman, Moskvadaman. O'zbekistondan o'zimizda bir vatandoshimiz Farg'ona viloyatidan tashrif buyurgan bir aziz, bir yaxshi inson bizga muxlis bo'lib, Instagram orqali bizni kuzatib, bizga shogird tushishga Farg'ona viloyatidan bir ukamiz kelgan ekan. Qudratjon, mana shu ukamiz bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali, Instagram orqali o'sha videomizni ko'rib, bizga muxlis bo'lib, menga shogirdlikka kelibdi. Shu ukam, aka shu rus tilini menga o'rgatsangiz, iloji bo'lsa, shu rus tilini men o'rganmoqchiman deb iltimos qilib kelibdilar. Qudratjon, shu bizni haqiqatdan ham ijtimoiy tarmoqlar orqali Instagramda ko'rgan videoyingizda ko'rib bizni qidirib keldi. Shu gaplar rost. Shundaymi? Ha, rost. Sizni muxlisingizman. O'shaga keldim, bir meni rus tiliga bir o'rgatsangiz, shu ruslar ham mendaqa gapirolmasa-da. Ilohim shu niyatingizga yeting, nasib shunday sizga rus tilini zatarang qilib, vatart qilib o'rgatamiz. Kerak bo'lsa o'sha ruslarni o'zi ham hayratda qoladi. Nasib bo'lsa sizdan buyuk bir yaxshi inson qilib sizni yetishtiramiz. Azizlar, kimda kim rus tilini o'rganmoqchi bo'lsa bizga murojaat qilishi mumkin. Mana shu Qudratbek kabi ukalarimizni rus tilini bilmaydiganlarni zo'r qilib rus tilini o'rgatamiz. Nasib bo'lsa kelajakda, nasib bo'lsa podeshkani ayamaysizlar, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz, layklarni bosasizlar. Ukamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Nasib bo'lsa natijalarni sizlarga qo'yib boramiz. Rus tilini shunaqangi qilib, kerak bo'lsa yorib taylaysiz. Ruslarning o'zini kallasida kelmagan gaplarni ham sizga hali o'rgatamiz. Gazini bosib, kommentariyalarda fikrlaringizni kutib qolamiz. Bosamiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boruvchi aziz muxlislar, barchalaringiz yaxshi bilasizlar. Men o'zim rus tilini shunchalik yaxshi darajada bilamanki, men biladigan darajada